Nima keragi bor mana shunaqa fitna qo'zg'ab? Munisa Rizayeva bilan Rayhon qanaqadir bir olamushaga o'tgan o'rtalardan. To'g'risini aytingmi, yolg'on? To'g'risini ayting. Munisa meni rosa asabiylashtirdi-yu konsertdan oldin-ku, lekin O'zbek o'g'lonlarichi? men ularni gala konsert emas, chala konsert deyman. Qanaqa odamlar u? Misol, Rayhonni prямой efirda Munisa sandan zo'r deb yozsa. Men seni judayam sog'indim. Jahongir Otajonov ashula etmasdan yurishi men o'zbek estradasiga nisbatan jinoyat deb hisoblayman-da. Men hozir to'g'risini aytaman, pultda o'tiribman 23-qatorda. O'zim xursand bo'lib o'tiribman-da. Siz pozitivingiz menga ham yuqtirib oling. Yuqsini, rahmat. Men boshlovchi bo'lishim bu vaziyatda misol uchun ko'rpani o'zimga tortish bo'lib qolardi-da. Nimadirga ko'z yumishingizga to'g'ri kelar ekan, Feruz baribir.